Men prodyuser sifatida sizni model qiyofasida tasavvur qilyapman. Siz Italiya, Indoneziya podiumlarida tirs yurib ketayotgan yulduzchasiz. Aptingga qara chol. Menga hali hech kim yo'q demagan. Bibi akajon, siz o'sha mashhur prodyuser nima? O'sha vahima qilma, panika qilma, uka. Akajon, men ijodkor bolaman. U Michel'dan beri she'r yozaman, lekin hech ko'karmayman. Sizga o'xshagan prodyuser yetmayapti menga akajon. Mening o'rzim bor. Men katta sahnalarga chiqib qo'shiq aytmoqchiman. Ukajon, men seni yulduz qilaman. Borimida bor, yo'g'imida yo'q, sinib ketsam ko'ngilimiz to'q. Jo'ralar, 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 jo'ralar. Yashang Ho'piz. Ho'piz, молодец. Do'stchalarim, bizning yangi shogird bu. Rahmat ustoz. Sen hozirdan pulga qiziqma, ijodni bosishing kerak. Meni kechir, xato qildim, meni kechir. Kechirdim jonim. Stop. Ijod, ha, shogird? Agar kechirgan bo'lsa, bu yog'iga kompotchani qaynatavering. Ishlaga olma, choping. Yur bu yoqqa ijod qilish kerak. Oxirdaginam urma mani, so'kmang mani. Nima desak shuni qilaman. Man oxirginam Qoyil, mana bitta kal, mana ikkita kal, bizda nonko'r shogird kal. Men seni одноразовый britvangacha olib beray. Kostyum burugingni olib beray. Bironta yulduz bilan duet qilsin desam, sen duet qilyapsan bu yoqda shogird. Yo ustoz, jurlarim Rossiyadan keldi shunga bayram. O, Russian. Tak, Rossiyadan kelgan do'stlaringiz uchun 2 soatdan beri vovullayapsiz kuchukday, to'g'rimi? Tak, обязательно musofir qo'shig'ini o'rdingiz, to'g'rimi? Ota-onamni sog'inib ketdim, ota-ona haqida qo'shiqchani ham o'rdingiz, to'g'rimi? 8 bil ekan. Tak, G'aybulla Tursunovda o'g'ir bo'tdi, yomon bo'tsini o'rdingiz, to'g'rimi? Unga hali men patent to'lashim kerak. Tak, do'lan o'rdingizmi? Ha, u qimmat ekan. Tak, itogi do'stchalaringizdan $2800 bo'libdi. Mayli, 1000 bersa roziman. Kim beradi? Men to'layman. Tushunmam, kim gapirdi hozir? Jo'ramiz telefonda gaplashyapman. Jo'rang qayda? Rossiyada mana. Bu yoqqa ber qani? Sen to'laysanmi, ne? Ha, bugun bank ishlamayapti, ertaga chiqarib yuboraman. Sen meni qulog'imga lapsha osma. Senni qiladi kubini ko'rganman. Ertaga tashiyman deb patiryan berib olasan. Rossiyada bo'lsang, hozir bankka borish shart emas. Play Market yoki App Store'dan Anjir Pay'ni yuklab olasan. Rossiya nomerini kiritib, O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalarga pul yuborsang bo'ladi. Pullaringni naqd pul ko'rinishda ham yuborish mumkin. Rossiyada turib, uyingdagi kommunal to'lovlarni bemalol g'izza to'lasang bo'ladi. Tushundingmi? Eng qulay kurslar Anjir Pay'da. Tez tasha. Shogird soqqa zo'r bo'ldi. Mana seni puling. Tushunmadim. Necha kundan beri orqamdan sovg'a qilyapti. Jo'ralarga qo'shiq aytdim, sevishganlarga qo'shiq aytdim, olis o'sha pul. Jo'ralarini pulni ham olis. Shu bergani shumi endi? Ha, ukajon, endi chichording. Sen biznesmen emassan, sen pulni o'ylama. Sen ijodni o'ylashing kerak. Pulni o'ylagan kuning, singan kuning bo'ladi, shogird. Yo'q, haysiz o'zingiz va'da berasiz, katta sahnalarga olib chiqasiz deb. Как раз bugun seni orzularing amalga oshadigan kun. Bugun sahnaga chiqasan. Rahmat ustoz, qaysi sahnaga? To'yga chiqasan. Ketdik.